O'ylab qarasam, yangi uyga ko'chganimizdan beri parachi sistemni umuman ishlatmabman. Chunki yangi uyda hali hamma narsa yangi edi, kir bo'lishga uspet qilmagan. Mana 6 oy ham o'tdi, sekin chirk bo'lishni ham boshladi. Shu gaz plitam chiroyli-yu, lekin rangi qora, oynali bo'lgani uchun juda ham tez kir bo'ladi. 6 oydan beri esda yo'q, bor narsamni ishlatmasdan sredstva sepib, o'zimni qiynab tozalab yuribman. Xullas, ko'rib turganingizda hech qanaqa sredstva gellasiz, shotkali nasatkasida birinchi reshotkalarni yaxshilab tozalab oldim, keyin bo'lsa oynasini qirib chizib tashlamasligi uchun sochiqchali nasatkasida tozaladim. Ishonsanglar, ishim ancha tez oson bitta. Sizga sifatli va arzon narxda qattiq olishni o'rgatib qo'yaman. Videoga like bosib, yaqin tanishingizga yuborib qo'ying, unga ham kerak bo'ladi. Buning uchun taksi chaqiradigan Yandex.Go ilovasidagi market degan bo'limga kirib olasiz va mahsulotlarni topish ustiga bosib deb yozsangiz, o'zi har xili chiqadi. Aynan men olganim ma'lum bo'lib turibdi. 7 kishi sotib olibdi va 5 ballik sistemada turibdi. Bitta shuni ishlatib sizga hozir ko'rsatib beraman. Bitta savatgacha kirib olasiz, qarang. Keyin sarg'i yozuv savatkani bosasiz va pastda savat belgisini bosasiz. Promo kod degan yozuv ustiga deb yozsangizgina sizga katta chegirma taqdim etadi va ro'parasiga siralkani bosasiz. Qarang, narx o'zgargan. Rasmiylashtirishga o'tish ustini bosib, 100 ga yaqin punktga zakaz qilib olasiz, tekinga olib kelib berishadi. Promo kod xohlagan 150 ming so'mlik mahsulotingiz uchun birinchi buyurtmaga ishlaydi.